Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Hammangizlarning ro'za hayitiga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mushu Ramazon oyida qilgan barliq yaxshi amallarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Aziz qarindoshlarim, mushu Ramazon oyi, mushu ro'za hayit munosabati bilan barliq, yani dünyadaki barliq zulm ko'rayotgan insonlarni Alloh subhanahu va taolo zulmdan qutulgan kunning boshlang'ich qilib bersin. Falastin xalqi bilan Isroiliya o'rtasidagi to'qinish kundan kunga kuchaymoqda. Hammamizning kallasida Falastinda bo'layotgan bu zulmga qarshi Turk xalqi va butun dunyodagi musulmonlar qo'zg'alib ketdi. Ammo Sharqi Turkistonda bo'layotgan zulmga butun dunyo musulmonlari va musulmon davlatlari sukut turmoqda. Buning sababi nima degan savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Buning asosiy sabablarini hammamizga aydın bo'lishi mumkin, chunki hammamiz bilamizki, Sharqi Turkistonda bo'layotgan qirg'inchilik, zulm, qotillik, jinoyatlarning hammasi maxfiy qolmoqda. İnsoniyatning eng nachiri Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistondagi xalqimizning bir insonda bo'lishga tegishli butun haq-huquqlaridan mahrum qo'ymoqda. Agar hozirgiga o'xshash Falastin xalqining noroziliklari, Falastin xalqining o'zininki dardini anlatishga yo'l qo'yilganiga o'xshash Xitoy tarafdan Uyg'urlarning o'zining dardini butun dunyoga anlatishga yo'l qo'ygan bo'lsa, bo'layotgan ko'rinishlarni naq maydonda tarqatishga, rasmga tortishga yo'l qo'ygan bo'lsa, albatta butun dunyodagi musulmonlar buni ko'rib sukut turmagan bo'ladi. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deganga o'xshash, biz har qancha zulmni anglatsakmi, ko'zi bilan ko'rmaganligi uchun nurg'un musulmon ellari mushundaqmi zulm bo'lamdi, dunyoda mana mushundaqmi zulm bormi deb shubhalanib qilayotgan. Ba'zi jihatlardan ishonsimi, musulmon xalq bo'lish bilan qo'lidan nima ish kelganligini bilmayotgan. Ba'zi bir moddiy va ma'naviy jihatlardan bizni qo'llasimi, u musulmon o'lkalarning hukumatlari o'z manfaatiga o'zining iymonini va g'ururini sitayotganligi uchun Xitoy bilan do'st bo'layotgan va yoki kuchli davlatlar bilan do'stlik o'rnatib, faqat o'z manfaatiga uyg'un shaklda harakat qilayotgan. O'zining manfaatiga munosabatsiz bo'lgan butun ishlarga ovozini chiqarmayotgan holat mavjud. Endi bu yerda Uyg'ur xalqi nima uchun Falastin xalqiga yordam berdi? Falastin masalasi faqat arablarning masalasimi? Bu masalani oydinlashtirishimiz kerak. Biz musulmonlar o'zimizning Qur'onini, o'zimizning butun dindagi qoida prinsiplarni albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning va Alloh subhanahu va taolo bizga bekitib bergan holatida qabul qilamiz. O mayli kiyim-kechak bo'lsin, o mayli soqol va yoki boshqa narsa bo'lsin, din bizga nimani ko'rsatsa, biz shu bo'yicha qabul qilamiz. Bizning musulmon bo'lishimiz, arablarning musulmon bo'lishi va boshqa o'lkalarning musulmon bo'lishi bilan bizning musulmonlikka amal qilishimiz boshqa davlatdagi musulmonlar bilan o'xshash bo'lib qolishi hargizmi ularning urf-odati yoki ulardan yoki arablardan qabul qilib qolganligimiz emas. Belki Allah ve onun Resulü'nün şunu buyurganlığı sebeplikten biz şularla o'xshash harakat qilamiz. Bütün dünyadaki musulmonlar uchun Sharqi Turkiston qaraganda Falastin masalasi bakra qimmatga egami? Unda bo'lsa biz Falastin bilan bir tanishib chiqaylik. Falastinda musulmonlarning tunji qiblasi bor. Ya'ni Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsani rivoyatlarga qaragan chog'da Odam alayhissalom ibodat qilish uchun tunji qatim insho qilgan. Undan keyin nurg'un vaqtlarning o'tishi bilan buzilgan, undan keyin Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomning davrida qayta yangilangan, remont qilingan. Rivoyatlarga qaraganda Sulaymon alayhissalom bir podshoh bo'lgan va ayni vaqtda payg'ambar bo'lgan. Sulaymon alayhissalomdan burun va keyin Sulaymon alayhissalomga o'xshash cho'ng bir podshoh borligi kelmagan va kelmaydi. Sulaymon alayhissalom jinlarga, insonlarga va tabiatga podshohlik qilgan. Sulaymon alayhissalom Masjidul Aqsoni insho qilgan vaqtida 190 mingdan ortiq jinlardan bo'lgan va insonlardan bo'lgan ishchilar 7 yildan ortiq vaqtda bu masjidni bitirib chiqqan. Va bu jarayonda 4 tonna eg'irligidagi oltin moddiy chiqim bo'lgan. Musulmonlar Masjidul Haramni tavob qilishdan burun, ya'ni musulmonlarning birinchi qiblamiz bo'lgan Masjidul Haramga qarab ibodat qilishdan burun hamma musulmonlar Masjidul Aqsoga qarab, ya'ni Falastin tuprog'idagi masjidga qarab ibodat qilgan, namoz o'qigan. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu Masjidul Aqsodan 7 qat osmonga ko'tarilgan va jannatni, do'zaxni ziyorat qilgan. Tarixda musulmonlar ezilib, zulmga uchrab, o'ldirilgan vaqtda musulmonlar orasidan Salohiddin Ayyubiy o'xshash bir qo'mondan chiqib, musulmonlarning fathini, zulmdan qutulishini Falastindan boshlagan. Ya'ni Falastin tuproqlarini fath qilgan. Shuningdek beri Falastin
musulmonlarning tuproqi, musulmonlarning davlati bo'lib kelgan. Falastindagi Masjid-ul Aqsa xristianlarning, yahudilarning va musulmonlarning o'xshashla muqaddas masjidi va ibodatgohi. Ya'ni tarixdan buyon musulmonlar tajovuzchilarga qarshi Falastin dastlabki urush maydoni bo'lgan. Falastinning xristian va yahudilarninki tushunchasi bo'yicha qimmati texmi cho'nqur. Chunki Musa alayhissalomning xosiyatli ahd sanduqi, ya'ni janglarda ishlatgan, ya'ni shu Musa alayhissalomga qarshi nurg'unlagan din dushmanlarining hujumiga qarshi ishlatgan urushlarda ishlatilgan xosiyatli sanduq va Musa va Sulaymon alayhissalomning hukmronlik uzuki, ya'ni xosiyatli uzuki Hristiyan ve Yahudilarning olimlari, professorlari va tarixshunoslarining ko'z qarashi bo'yicha Masjid-ul Aqsaning, ya'ni Falastindagi Masjid-ul Aqsaning, ya'ni masjidningki yer ostiga ko'milgan deb qaralyapti va buning uchun necha qatimlab maxfiy tonillarni qazib, xosiyatli sanduq bilan xosiyatli uzukni topmoqchi bo'lgan, tepishga uringan. Musa alayhissalomning xosiyatli sanduqi, ya'ni ahd sanduqi to'g'riliq, Sulaymon alayhissalomning xosiyatli uzuki to'g'riliq tafsiliy ma'lumotni turkcha tushuntirilishini bu videoning kuchurlar qismiga qo'yib qo'yman. Turkcha bilgan qarindoshlarimiz mushu bog'lantı orqali xosiyatli uzuk va xosiyatli ahd sanduqi haqida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lsa bo'ldi. Boshqa qarindoshlarimiz inglizcha bilganlar inglizcha YouTube'ga va yoki Google'ga bosib bular haqida ma'lumotlarni izlab boqsa bo'ldi. Albatta yer yuzidagi bütün musulmonlarning hayoti nihoyat qimmatli, bütün musulmonlarning hayoti o'xshash. Hech kimning hayoti hech kimnikidan qimmatli emas, hammamizning o'xshash shaklda qimmatli. Agar Falastinga o'xshash, ya'ni hozirgi Falastinda bo'layotgan qarshilik harakatlari, amaliy harakatlar Sharqiy Turkistonda maydonga chiqsa, maydonga kelsa, ya'ni chet eldagi Uyg'urlar tarafidan bo'lsin va yoki vatanimizdagi Uyg'urlar tarafidan amaliy Xitoyning zulmiga qarshi harakat boshlansa, albatta Falastindagi musulmon xalq bo'lsin, Arabistondagisi bo'lsin, boshqa yerlikisi bo'lsin, Turkiyadagisi bo'lsin, bütün musulmonlar o'xshash shaklda qo'zg'alishiga bunga hech shubhamiz yo'q. Albatta biz Xitoyga qarshi amaliy harakat boshlagan vaqtimizda biz bu maydonda yolg'iz bo'lmaymiz. Faqat Uyg'urlarning sonidan bo'lmaydi. Albatta biz bu yerda, ya'ni sosyal medialarda o'zimizning fikr bayon qilish, o'zimizning diniy erkinligini qo'llash, milliy erkinligini qo'llash, siyosiy fikrlarimizni o'tirib qo'yish orqali yangi fikrlarni, yangi tushunchalarni birligimizni texnik oshirgan bo'ldi. Farqli tushunchalarning o'tirib chiqishi hargizmi birligimizning saqlanmaganligi ichki urush hisoblanmaydi. Qachonki o'zimizning qarindoshligini, axloqini qo'g'digan asosda o'zimizning fikrlarini chiroylicha o'tirib qo'ysak, birlik hosil qilishning nuqtasi bo'ldi. Ixtilof bilan, talash tortish bilan fikriy erkinlikni aralashtirib qo'ymasligimiz kerak. Hammamiz o'zimizningki qimmat qarashini, ya'ni milliy qimmat qarashini, diniy qimmat qarashini, vatan qimmat qarashini o'zimizning axloqini qo'g'digan asosda, qarindoshligimizni qo'g'digan asosda boshqalarga hujum qilmay, qarindoshlarcha o'tirib qo'ygan vaqtimizda hammamizning birlik barobarligi hosil bo'ldi. Albatta biz Sharqiy Turkiston musulmonlari uchun Sharqiy Turkistonning manfaati birinchi o'rinda, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi birinchi o'rinda, Uyg'ur xalqining qutilishi birinchi o'rinda.